Assalomu alaykum bolalar, tuzimizlar, yaxshimisizlar? Bugun sizlar bilan Brawl Talk'da o'zbek tilida ko'rib chiqamiz. Qani bo'lmasam ketdi. Marcel, menga qara. Ogo, menda o'xshaydi deb o'ylamagandim. O, demak, menda ham o'xshaydi. Saltoni yomon ko'raman. Baf salto otishga yordam bermadi, lekin men emas, ekranni ol. Endi bu narsa gadjet va giperzaryadlarni kuchaytirishga yordam beradi. Endi baytlarda 3 ta kuchaytirish mumkin va ularga asosiy kuch beradi. Baflar 3 xil bo'ladi. Gadjet baflar, ziyodiy sila bafi va giperzaryad. Biz baflarni ko'rib chiqishdan oldin odamlar qanday o'zgarganini ko'ramiz. Baflarni olgan odamlar hammasi o'zgaradi. Biz bitta emas, qanchadir miqdorda baflarni qo'shib chiqamiz. Переработка bo'ladi ziyodiy silalar va gadjetlar. Baflar yana nimaga yordam beradi saltodan ko'ra? Biz 6 ta odamga baflarni qo'shdik va ularga yangi kuch berdik. Shelly, unga ham baf berdik. Endi gadjetlar bilan o'lchab otsangiz bo'ladi va joyda turib prosta bossangiz bo'ladi. Birinchi gadjet bu odamlarni otsangiz sekinlashadi. Ikkinchisi shunaqa pritsel qilganingizda odamlar o'q tegmaydi. Birinchi ziyodiy sila bu faqat otgan paytlari olov bilan otadi. Ikkinchi ziyodiy sila bu shu sariq narsa to'lganda jon to'ldirib va tezroq yuguradi. Giperzaryad otgan payti o'qlar tezroq boradi. Biz baflarni qo'shishdan oldin Colt'ni ham o'zgartirdik. Birinchi gadjet o'qlar kattalashadi va ko'proq urana oladi. Ikkinchi gadjet bu oldin tez perzaryadga berishga yordam berardi. Endi u odamlarga otsa odamlar sekinlashadi. Birinchi ziyodiy sila Colt otgan payti tezroq yuguradi. Ikkinchi ziyodiy sila uzoqda turgan odamlarga ko'proq urana tegadi. Giperzaryad Colt endi основной atakasi bilan tezroq otadi. Baflarni qo'shishdan oldin biz yana Spike'ga ham baf berdik. Birinchi gadjetda endi pritselga olib odamlarga otsangiz bo'ladi. Ikkinchi gadjet endi kaktusni xohlagan joyingizga qo'ysangiz bo'ladi. Kaktusni o'ldirishi bilan odamlarni uzoqroqga otib yuboradi. Ziyodiy silaga ultangizni otgan paytingizda odamlar sekinroq bo'lib va urana ham ko'proq bo'ladi. Ikkinchi ziyodiy sila endi o'qlaringizni otgan paytingizda tezroq va kattaroq aylanadi. Giperzaryadda ham shu основной atakasini kuchaytirib qo'yishgan. Endi emizni baflarga kelamiz. Birinchi gadjet. Endi oldingizda korobkalar turgan bo'lsa ham uni orqasidan otishingiz mumkin. Ikkinchi gadjet. Endi ikkinchi gadjetda odamlarga pritsel qilib turib, ularni uzoqlashtirsangiz bo'ladi va ularni devorga qilganingizda qotib qoladi. Birinchi ziyodiy sila endi lakki ichida bo'lgan odamlar emizga kamroq jon ketkazadi. Ikkinchi ziyodiy sila endi ulta otgan paytingizda shit bo'ladi 1 sekundga va shitning orqasidan o'qlar o'tmaydi. Giperzaryad endi emizda o'qlar bilan otganingizda odamlarni joni shakilib turadi. Frankka baflar, ura! Birinchi gadjet Frank o'zini odamlarga pritsel qilib birinchi gadjetdan ota oladi. Ikkinchi gadjet. Buni ham pritsel qilib otganingizda odamlarga дополнительный uron bo'lib o'zingizga qaytib keladi. Birinchi ziyodiy sila agar Frankni odamlarni o'ldirsangiz, ular sizga jon beradi. Ikkinchi ziyodiy sila Frankga 50% jondan ko'proq bo'lsa, u дополнительный shit oladi. Giperzaryad endi Frank maksimal tezlikda odamlarni tez uradi. Va nihoyat Mortisga ham yetib keldik. Birinchi gadjet. U odamlarga o'zini gadjeti bilan pritsel qilib ota oladi va jon ketkazadi. Va ikkinchi gadjet. U teleport qiladi o'zini kaptari bilan. Ularga o'zini gadjeti bilan tegsa, ularda jon ketadi. Birinchi ziyodiy sila. O'sha aytganimizdek ikkinchi gadjeti bilan o'zini superni otalar ekan. Ikkinchi ziyodiy sila. U odamlarga otgan paytda joni kamroq ketadi. Va hammadagi shu odamlarga tez borib, yangi gadjeti bilan tez o'ldirar ekan. Biz hamma odamlarga baf qo'shishga harakat qilyapmiz. Endi baflarni o'yindan ham ko'rishimiz mumkin protivniklarda. Oldida bir shunaqa breloklari bo'ladi. Va endi Brawl Starsga yangi keyslar qo'shiladi. Har ochganingizda yangi baflar tushishi mumkin.
Sabitya chiqishi bilan birinchisiga tekinga ochishingiz mumkin va ichidan bufflar chiqishi mumkin, keyin pulga уже aylanadi. Keyin Blingiga ochsangiz, sizga giperzaryadniy tushadi. Ularning o'yinga taalluqi yo'q, ular prosta turadi. Biz Brawl Starsga o'zgarishlar olib keldik. Endi qizil va ko'k usileniya olib tashaladi. Ularning o'rniga konfiguratsiya qo'shamiz. Переработка qilib. Endi gadjetlar turadigan joyni o'zgartirdik. Siz endi obnovleniya chiqishi bilan o'zingizni yangi bufflaringizni olishingiz mumkin. Yangi skilllar. Yangi skilllar qo'shildi va ular nazvaniyasi Steampunk. Brawl Passga qo'shiladigan yangi skin Stu. U Brawl Passda mafiya bo'lib turadi. Standartni Stu bu oddiy versiya skinni. Crime Lord Stu, Ice It Out Stu. Va keyingi Brawl Passdagi skilllar. Starpunk Gale. Skilllarni ozvuchka qilgan, skilllarni o'zingizlar ko'rib olishingiz mumkin. Скины или просто купите Brawl Pass Plus. А еще в игре появится Сэм с острым козырьком. Для преступления он, конечно, неподходящий, сильно одет. Заправляет всем Босбура, который при этом и сам не боится заморать руки. Первым легендарным скином для Каза станет часовой механизм Кадза. Выглядит она как главный злодей какого-то фантастического фильма. Поскольку у Каза есть две формы, вы получите два скина в одном. Кстати, о кражах и других преступлениях. В новом сезоне «Ко дню влюбленных» мы планируем украсть ваши сердца. В этом сезоне сердце Рика будет разбито. Что же Пайпер надела? Одним из этих вариантов станет Рика после расставания, а вторым действительно Рик, который решил, что жизнь продолжается. Если вам не нравится Рика, то взгляните на скин влюбленной Анджела. Может, Анджела это самый настоящий Купидон? Вряд ли, конечно, но влюбиться вы все равно успеете. Цветовой вариант этого скина — Адонис Анджел и похищенный Анджела. Медведь Валентинка Шейд просто хочет обнимашек. Любовное зелье Сюк может и сработает, но пить мы его все равно не рекомендуем. Каждая плохишка Али перестреляла снарядом на первое свидание. Вас ждет еще куча разных сезонных штук. Например, снежный шар Нани на празднике, лунный лотос виллу на лунный Новый год и киберспортсмен Макс скин, посвященный мировому финалу этого года. Endi yangi odamlarga o'tsak. Дэнни опять Deni, описывал yana бассейн. basseynga siyapsanmi? Пирс, разберись. Ot unga. Endi Пирс yangi легендарный odam сайпер, ko'rib последний стрим chiqamiz. велоцирапторы парка. Pyres. Если U вас решили, o'zini что бассейн слишком часто uddasi bilan кислый, shunaqa он basseyn позовет ichiga Пирса, yotqizib чтобы его qo'yib, почистить. Persda Пирс есть новая yangi уникальная способность. sposobnost Когда bor он ekan. попадается рядом, Bu основной основной атаки, рядом с atakasi ним bilan появляется odamlarga патрон. tegsa, Он o'zini может oldida shunaqa перезаряжаться только sharikchalar если paydo подберет bo'ladi его. Или va потратить все ularni tegishi боеприпасы. bilan Подобрав патрон, Scorpion Пирс hamma автоматически joydan делает выстрел в jon ближайшего ketkazadi. противника. Этот выстрел не Price расходует eng yomon боеприпасы и joyi пробивает все на o'zini своем пути. основной atakasi bitta o'q bilan yurar Выстрел ekan. последним Keyin боеприпасом unda наносит полничный otsanglar, урон, поэтому oldida иногда yana полезно paydo бегать bo'ladi. всего с одним O'shani патроном в запасе. olsanlargina patron bo'lar ekan. U o'zini Вы супер uddasi bilan получаете shu врагов в basseyn области, ichiga а затем kirgizib выпускает qo'yar как ekan. самонаводящийся Keyin снаряд. uni После основной каждого atakasi попадания на bilan земле остается дополнительный патрон. urun bo'lar Подобрав ekan. Endi ikkinchi odam. Voy, kim svetni o'chirdi? Qo'limdan o'sha. Marso, bu qo'lmas. Ha, men bilaman. Salom bo'ldi. Yanvarga yaqin bizga Globert degan odam qo'shilar ekan. Короче, bu odam o'zini mana shunaqa sveti bilan shiragiga jon beradi va Каждый звездный dushmanga делает jon Глоберта еще ketkazadi. более эффективным лекарем, Поддержкаga который вообще помогает zo'r odam товарищам ekan bor выкрутиться из lekin. сложных ситуаций. Глоберт появится где-то в январе. Хотите еще новинок? U Вот свежие o'zini новости о ultasi Brawl bilan Pass. odamlar Цена orqaga Brawl Pass jo'natib станет yurar ниже. ekan. Жадные Salom. обманщики. Но и ценности наполненные значительно вырастет. Так что это за новый Endi Brawl akalar Pass? основной yangiligi o'tadigan bo'lsak, Brawl Pass вообще o'zgartirib tashlar ekan. Oldiy Brawl Passga В o'xshab новом qolar дневнике ekan. Brawl Pass вас ждет много Ozmaslik интересного. uchun Мне через час beraman. ждут переход на самое Yangi главное. Brawl Pass shunaqa ochilar Они, ekan. теперь Bolalar Brawl Pass ichida есть kalitlari, включательный. mega Каждый месяц вы yashiklar можете va получить 4 ключа от вообще разных ko'p частей narsalar мира. qo'shib tashashgan. Bu kalitlarni narsalarga obmen qilsangiz bo'ladi. Bittasi mini magazinda mana shunaqa narsalar Ключи bo'ladi. бойцов, с ним вы можете открывать новых Ikkinchisi, бойцов. bular Каждый odamlarni открывает yig'ib в разные turib, редкости baytlarga нужно разное alishtirishingiz количество mumkin. ключей. Ключи скинов, с ним вы Va можете открыть skilllarga скин Brawl alishtirishingiz Pass или mumkin. старый Bittaga Brawl olib, Pass. bitta skinga turar ekan. Keyingi safar Ключи Brawl Баффи, они Pass sotib открывают olsangiz, базе. mazza А знаете, qilasizlar. что круто? Ключи Brawl можно Lock сохранить до narsalarga нового alishtirib сезона. olsa bo'lar Накопить на ekan. то, чего вам действительно хочется. Legendarkalar 4 Например, на ta очередного kalit turar ekan. легендарного бойца. Эти изменения Brawl Bu Pass Brawl призваны дать вам Pass'dagi больше yangi свободы выбора, o'zgarishlar чтобы вы sizlarni смогли o'zinglar сами решать, narsa что вам tanlab, блокировать и что вам nimadir не qilishga нужно. Вы yordam можете berar сохранить ключи ekan. от тайника, купив таким образом стоимость пропуска. Мы также прокачали бесплатный Brawl Pass и добавили 50-o'yindan o'tganinglardan keyin mana shunaqa yangi narsalar bo'lar ekan. Star Drop o'rniga har xil o'zinglar ham bilmayotgansizlar. Ularning ichidan yashik narsalar tushishi mumkin. Va valla mana yana bitta kutilgan narsa yangi Ultra Star Drop. Buni ichidan Ultra Star Drop tushsa, ular ko'payishi mumkin ekan.
Keyin ko'paymasa ham nima desa bo'ladi, ultrada 299 yo giperskiylar tushishi mumkin ekan. Bu vahshiy mazza narsa. Endi giperzaryadlarga o'tsak, o'zingizlar ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Эпические, мифические, легендарные гиперзарядные скины, а также бафи. При The House можно получить Brawl Pass, также в качестве ежедневной награды. Хотите еще больше новинок? Джиджи получит гиперзаряд. Супер наносит урон при появлении, а не только при исчезновении. Новый игровой режим. Безопасный подрыв. Подбирайте бомбы и взрывайте их на базе противника. Бомба разминирована. Вместе навсегда, вместе с бомбой, бомбой любви. Зачистка в формате 2 на 2 с некоторыми особенностями. Все основные атаки оглушают противников. Одержите мгновенную победу с помощью любовной бомбы. Сражение с боссами. Побеждайте боссов вместе с друзьями. Bolalar, keyin hammani asabiga tegadigan bitta narsa yangi o'zgartirish kelar ekan. Agar 1 sekund qolganda koptonni tepib forsanglar, kopto to'xtamagungacha yoki kimdir ushlagungacha vahshiy tugamas ekan. Bolalar, endi yangi kontentlar qilishga harakat qilaman. Qo'ldan kelgancha podдержка bersanglar xursand bo'lardim. Yangi yilgacha kista bo'lishim kerak. Like, obuna knopkasini bosib qo'ysanglar, men addushi xursand bo'lardim. Keyin aytgancha, mana shu ekranlarda ko'rib turgan skaner qilsanglar, yangi anaqa beradi, nima edi, emoji beradi. Kelgan aytmoqchi bo'lganim, shunday tepanglarda Telegram kanal chiqazib qo'yaman. O'shanga o'tsanglar, xudo xolisa yangi yilga konkurs beramiz.